50 ming dollarga shunday 60 talik texnikani eshigingizgacha yetkazib berayotgan ekan. Komplektida har doim 360 adapteri hamda qisqichi, to'plam 3 ta kovushi va uning ichida transing kovushni tekinga yonlaridan qo'shib berishayotgan ekan. Ishlagan soati 7700 soat, salonda deyarli barcha funksiyalari bor, konditsioner, magnitofon, monitor hammasi deyarli zo'r ishlaydi. 4 ta baloni ham 70-80% holatda sizga kamida 7-8 yil yana xizmat qilib beradi. 2021-yil ushbu texnikani 50 ming dollarga eshigingizgacha yetkazib beryapti ekan. Bilasizlarmi, bunaqasi o'zi kamida 60-65 ming dollardan kamga bormaydi. Bu texnikani olgandan keyin sizda faqatgina ikkita ish qoladi. Ayvoshga olib borasiz, bitta cho'tka mo'yka qildirsangiz, texnika yarqiraydi borki, va yana bitta asosiy ishi tamoyniy to'lovini o'zingiz to'lab, shundan olib chiqib ketasiz. Ungacha esa biz hamma hujjatlarini qilib beramiz.